Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Samandar Abdullayev do'stlar. Hozir biz Minecraftda Vijvaniyani qilmoqchimiz va hozir qani survivalda Vijvani mana spam ham qilib oldi. Xo'p. Tepaga lekin juda ham bir g'alatiroq joyga spam qilib qo'yibdi lekin yaxshi. Tepaga chiqib olaylik bir ochiq joyga. Biz juda ham qishloq mana spam qilgan joyni qancha desam bo'ladi, juda ham bu yerda g'or ham bor ekan. Bizga yaxshi ish bo'ldi, chunki hozir qishloqdan o'zimiz kuchaymaymiz, qishloqdan foydalanamiz yoki o'zim kuchaysam ekan. Mana sizga tayyor qishloq. Men birinchi bor olay. Va kartoshkalarni yaxshi. Bu oldi. Hop, mayli, boshqa joyga borib ko'ramiz. Bu yerda ham o'zi olib ketyapti, bunga qaranglar. O'zimiz kerak. Buni menga foydasi yo'q. Mana bu yerda bittasi qolib ketibdi. Buni ham hozir qilaman deb o'tiribdi. Mana bitta jitel ham, lekin o'zim yordamlasha boraman. O'zlarini qiynab nima qiladilar, to'g'rimi? Tepaga galem bilan urishsammikan? Hop. Olma bor ekan. Qishloqlar ham boy ekan. Qanaqa joy? Hop, bitta kvadrat. Yaxshi. Hozir nima bo'ladi shunda? Qishloqlar kirib ketadimi? Ha, qishloqlar kirib ketmoqda. Yana bittalarimiz zarar qilmaydi. Kartoshkamiz tepada ekan. Shuni bundan olib yo'laydi. Deb o'tib qolyapti. Tepada sunduq yo'q ekan. Tepada bugun omad kelmayapti. Mayli. Bu yerda sunduq bormi? Bu yerda yo'q sunduq. O'zi ham qishloqdagi barcha fakirlarni olib ketyapmiz. Qishloqlarga fakir nimaga kerak? Hop, fikrlarni o'ldirsammikan? Bu yerga kirib chiqdim, adashmasam. Hop, o'zi qishloq ham juda ham katta qishloq emas ekan. Galem bilan jang qilsammikan deb o'ylayapman. Buning uchun bizga bir toshdan qilichmi kerak-da? O'zim buni uraman deb qochib ketsam, baribir qayerga borsam boradi, bu izimdan 100 talik boradi-da. Qishloq juda ham katta qishloq emas ekan. Hop, unday bo'lsa o'zimiz haddenni kuchayamiz. Ketdik. Bunga qaranglar, sal vaqt o'tar o'tmas mana adga borish uchun portal topib oldim. Adga ham boraman, lekin hozir emas. Mana creeperni qarab turishiga qaranglar. Ketdim mana yoqqa. Yaxshi. Olib keyin bitta hozir bir topor yasamaymanmi? Yo'q, chunki bizga crafting table kerak. Bu yerdan
Bundan chiqilib olamiz. Qani unday bo'lsa g'orga ketdik. Ko'tarilamiz. Yaxshi. Ko'mir chiqdi, bu ham yaxshi. Bu yerlarni ham bo'shatib oldim. Endi esa navbat topor, keyin kirka va osammikan? Yo'q, mayli, kerak emas. Hozirchalik buni esa tashlayveramiz. Baba oldi. Tun ham botyapti. Bizga ovqat kerak. Qishloqqa borib sigirlarni hammasini o'ldirib kelaman. Va shuni sigir shart emas, lekin hozirchalik shu yerdan hozir anchagina ovqat olishim aniq. Cho'chqa o'ldirmayman. Men cho'chqaga yoniga ham bormayman, sababi cho'chqa harom. Yaxshi. Shunday bir tunni o'tkazib olaylik. Keyin esa boramiz. Obbo. Judayam ko'p osh qolar ekan-da bu. Yonimizga qo'yib. 3tagina tosh yetishmayapti. Biz o'zimiz bilan ovqat olmasak bo'lmaydi, chunki u yerga borgandan keyin qaytib o'tiramizmi? Hozir ham toshni juda ham kam olib qo'yibman. Ko'proq 30 tacha, 20 tacha olib qo'yishim kerak ekan. Bo'ldi, yetadi. Hozir yetadi. Adashib ketdim. Ungacha nima qilsam ekan? To'xtanglar, daraxt chopay, shu keyinroq uy qurmoqchi bo'lgan paytim kerak bo'ladi baribir daraxt. Yaxshi, juda ham ko'p daraxt chopib bilganimga 10 tacha chopib oldim. Endi esa qishloqni buzgani ketdim. Chunki daraxt olishga qiynaldim, shuning uchun qishloqni buzmoqchiman. Lekin go'sht. Bekorib qo'ydim shu narsani. Yaxshi, anchagina sinib qoldi. Xo'p, mayli, endi pechimiz yoniga ketamiz. Kartoshka qo'ydim. Shular ham pishib qolgan bo'lishi kerak. Menimcha pishdi-yu. Va shu bilan birgalikda yangi topor ham taxlab olamiz. Yaxshi. Hali hammasi pishmabdi-yu. Xo'p. Bor bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham laptopimizda endi bosh kiyim bor, tayyorlasak bo'ladi. Ekrandek bilsalar, 4 yil kutib turib mana orzuyimizga yetdik. Orzu qildik va uddaladik. Hali beri pishmaydi-yu.
bo'lmasa yana daraxt chopib kelayman. Ya bo'ldi lekin oziq ovqatdan deyarli g'amimiz yo'q. Deyarli. Borgandan keyin videoni qo'shaman. Bo'ldi, daraxtni ham chopib bo'ldim va yo'l bo'yi tovuqlarni ham ovlab keldim. Xo'p, endi pishgan bo'lishi mumkin. Taxminim bo'yicha yo'q. Ikkita bo'lsa ham yaxshi. Qo'y kutib turibdi bizda bu yerda. Bo'sha. Hoppa. Buni olib, buni qo'yib, bu yerga buni qo'yib qo'yamiz vaqtinchalikka. Judayam kerak bo'lyapti, chunki ko'rib turibsiz, ancha oldingidan ham tez och qolib qolyapti. Urug' tushmaysanmi? Xudo urug' tushib ketadi. Bittagina. Yana bittagina tushdi. Yo'q, boshqa tushgani yo'q. Hozir bu ham pishib bo'ladi. Keyin buni qo'yamiz. Bu borgan. Yangi tapor degan bo'lar ekan. Bo'ldi do'stlar, oldim. Biroz keyin go'shtlarni ham qo'ydim va endi o'zimni tayyor deb hisoblayman. Va endi yo'lga chiqyapman adga borish uchun. Xo'p, nima bo'lib qopti bu yerda? Bu portal emas-ku. Yaxshi ish bo'lmabdi, lekin oltinni olib ketsam bo'lardi. Xo'p, unday bo'lsa tepadagi pechlarni yig'nab boshqa joyga yo'l olaveradi, chunki bu yerda hozir adga borish uchun umuman yaxshi, hattoki yo'qadigan hech narsam ham yo'q-da. O'zi nimaga bunday bo'lgan bilmadim. Mayli, endi nima qilamiz? Bularni yig'ishtirib olib ketamiz. Endi esa ketdik. Anchagina birozgina joy yuramiz. Shu tepadagi qoyalarga chiqsammikan? Chiqish uchun ancha vaqt ketadi. Kelar, shu qishloqni orqasi tomondan ketamiz. Biroz tekisroq joy yoki daryoni yoki okeanni yonida uy qursak bo'ladi. Sohil qilib, chiroyligina qilib. Ungacha videoni o'chirib turaman. Do'stlar, videomiz shu yergacha edi. Shu yerga hozir keldim va keyingi videoda birozgina naryoqda xuddi shu yerdan boshlanadi video ham va keyin video davom etadi. Agar kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, yanada ko'proq video chiqishni boshlaydi. Ham mana shu yerdan xuddi shu yerdan mana
chiroyli qilib tegislab, keyin ancha chiroyli qilib uy quramiz keyingi qismda. Ungacha hammalaringizga xayr.